Lekin payg'ambar alayhissalomda aytganlar, modomiki banda shoshilmasa, keyin duosi ijobat bo'ladi deganlar. U nima degani ya Rasululloh? Mattajilu ya Rasululloh deyishgan. Mattajilu nima u shoshilish deyishgan. Shunda Rasululloh alayhisalom aytdilarki, duo qildim bermayapti, duo qildim ijobat qilmayapti, shoshilmasin deydilar. Chunki u qaysi paytda, qana paytda bizga qulay va kerak va zarari yo'q, uni Alloh biladi-da. Biz hozir deymiz. Hozir ber 100 ming dollar, ber mashina. O'lmay deymiz. Qattan bilasiz, o'sha mashina bizga balodir. Haliga aytgan milliard pul biz uchun balodir. Uni vaqti bordir, yoki v общем bermas. Mana 5 yil, 6 yil o'qishga kira olmagan bola, namozxon bola namozni to'xtatgan, nimaga namoz o'qimayapsan desa, 5 yilmi 6 yil o'qishga kira olmadim, 5 yil 6 yil Xudodan so'radim, mana aytganimni qilmagan Xudoga men namoz o'qimayman deyapti. O'zicha Xudosidan xafa. U bexabarki, o'shanga kirmaslikda unda yaxshilik borligini tushunmayapti u. Tushunmayapti. Bitta millionerdan so'rashgan ekan, millioner bo'lishning sababi nima desa, ariza yozishni bilmaganim degan. Bu degani halollik, ariza yozishni bilmaslik zo'r demoqchi emasmi? Uning uchun zo'r bo'lgan. U nima degani? Ishga borganda bo'pti, ariza yozing, tanishib chiqamiz, keyin qabul qilamiz degan. Men ariza yozishni bilmayman deganda, boring ketavering degan. Ketgan, hunarga berilib ketgan, natijada dunyoda millionerlar qatoriga qo'shilgan. Bu degani yozishni bilmaslik zo'r degan. U uchun o'sha yaxshi bo'lgan. U uchun yaxshi bo'lgan. Kimdir bir narsaga harakat qiladi, o'xshamaydi. O'sha yaxshilik o'xshamaslik. Uni tushunish kerak, chunki Alloh taolo men seni yaxshi ko'raman, men mehribonman, men senga zulm qilmayman, men mushfiq zotman deb tursa-yu, biz aytgan narsa bo'lmasa xafa bo'lsak, norozi bo'lsak, u noto'g'ri-da bu.